Salom odamlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan qanday qilib eFootball akkauntdagi o'sha regionni almashtirishni ko'rib chiqamiz. Region almashtirish boshlanganda juda ko'pchilik coinslarga, har xil sovg'alarga qiziqib, Yapon regionga o'tib ketdi, Hindiston regionga o'tib ketganlar ham bor va hozir ham o'tmoqchi bo'lganlar bor. Va o'sha o'tib ketgan Yapon regionidan qaytib o'tib O'zbekiston yoki bo'lmasam o'sha boshqa bir Rossiya shunaqa regionlarga qaytib o'tib olishni xohlayotganlar ham bor. Bu albatta divizion o'yinlariga ozgina ta'sir ko'rsatadi, chunki sizga tanlab berayotgan raqib boshqa regiondan tushadi. Atrof muhitingizdan tushishi biroz qiyin bo'ladi va shu sababdan internetdagi balans yo'qolishi mumkin region almashtirganingizda. Ko'pchilik qiynayotgan savol mana shu divizionni yutqizyapman, regionga bog'liqmi? Bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi internetdagi balans yo'qoladi. Sizga raqibni boshqa joydan tanlab beradi. Va unda internetni zo'r ishlab kelsa, albatta sizning o'yiningiz qovushmasligi mumkin. Bugun qanday qilib shu regionlarni o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Undan oldin bo'lsa, qaysi region sizga ko'proq sovg'a berishini, ko'proq tanga berishini, ko'proq coins berishini bitta ko'rib chiqaramiz. Demak, boshladik. Bu region mashmashasi 4.3.0 versiyada yangilanishda paydo bo'ldi. Shu versiyada region almashtirish qo'lga kiritasiz degan Konami bizga xabar bergandi. Mana bu yerda sizlar bilan hozir hamma regionlarni berib chiqadigan sovg'alar haqida gaplashamiz. Yapon regionini berib chiqadigan sovg'a va sovrinlari. Yapon regioni coinslar beradi. Mana 125 coins tekinga va Nakamura bilan Abe juda ham kuchli bo'lgan futbolchilarni beradi. Undan tashqari mana bunaqa paklardan bitta tanlab olish selection imkoniyatini ham beradi Yapon regioni. Hindiston regioni forma bilan bir qatorda sizga ko'plab tangalarni ham berishi mumkin. Undan tashqari sizga mana bunaqa paklar beradi. Hind o'yinchilarini paklarini taqdim etadi. Ko'ryapsiz, o'ziga o'xshagan, hindlarga o'xshagan formalarni. Indoneziya regioni bor. Indoneziya regioni ham ozmuncha coins bermaydi. 1137 free coins beradi, ko'rishinglar mumkin. Va undan tashqari Indoneziya pakini ham beradi. Braziliya regioni ham kuchli. Unda 350 coins skidkada turadi doim mana. Skidka juda ham arzon. Turkiya regioni bor, serveri bor. Turkiya serverida Lionel Messini beradi, bizda ham Lionel Messini beradi. Boosterli kartasini Showtime Leo beradi bizda. Amerika va Meksika. Unda Zico'ni juda ham kuchli bo'lgan Epic kartasini beradi. Ko'rib turibsizlar Zico'ni. Va endi biz sizlar bilan qanday qilib region almashtirish haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi sayt. Misol uchun sizda Google bo'lishi mumkin, menda Safari, birortasi bittasiga kiramiz va u yerga yozamiz. Nima deb? My Konami deb yozamiz. My Konami. Xo'p, My Konami yozuviga mana mykonami.net chiqqandan keyin saytga bosib kiramiz. Saytga bosib kirib, login tugmasini bosamiz. Siz allaqachon registratsiya qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak, ya'ni ulangan bo'lishi kerak akkauntingiz. Loginni bosib kiramiz. Loginga bu yerga email, o'sha Konami IDga ulangan emailni yozamiz. Menda tayyor o'zi chiqib turadi. Siz kiritishingiz mumkin va parolni yozamiz. Parolni ham menda o'zi ko'rsatib turadi. Mana saqlab qo'yilgan. Siz telefoningiz saqlab qo'yilmagan bo'lsa, parolni o'zingiz terishingiz kerak bo'ladi va pastdagi bu ko'rsatilgan rasmlarga o'xshash rasmlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Pastdagi ko'rsatilgan o'xshash rasmlarni bosib tanlaymiz. Bu yerda menimcha hammasini tanlab bo'ldik. Xo'p, loginni bosamiz. Afsus, bittasi qolib ketgan ekan. Xo'p, biz boshqatdan parol kiritishimiz kerak bu yerga hozir. Tak. Boshqatdan parol kiritamiz va boshqatdan o'sha ko'rsatilgan rasmlarni hammasini belgilaymiz va mana endi kiradi. Xo'p. Mana sayt ochildi. Mana shu holatda login qilib kira olamiz va shu holatda siz haqingizdagi sizni Konami adresingiz haqidagi hamma ma'lumotlar bo'ladi. Tepadagi menyuni bosamiz. Sizda shundoq ham pastda bo'lishi mumkin va personal information deganni ustiga bosamiz. Personal information ustiga kirganimizdan keyin mana bu yerda bizda bir qator biz haqimizdagi ma'lumotlar saqlanib turgan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin email adreslar, tug'ilgan sanalar, o'sha jins, mana gender turibdi.
personal information, mana shaxsiy ma'lumotlar hammasi shu yerda saqlanadi. Bu yerda mana country region ustiga bosib ko'ramiz. Mana country region va O'zbekiston turibdi, ustiga bosamiz. Bu yerdan mana xohlagan regioningizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar? Men hozir o'zgartirmayman, chunki bu yerda yozyapti you cannot change your country region for 365 days after the last update deyapti. Xo'p, oxirgi o'zgartirganingizdan so'ng deyapti, buni qayta o'zgartirish uchun 365 kun kutishingiz kerak deyapti. Ya'ni 1 yil bu degani. 1 yil u 1 kunmi? 1 yil to'liq kutishingiz kerak bo'ladi. Men o'zgartirmayman. Sizga ham o'zgartirishga maslahat bermayman. Agar allaqachon Yapon yoki boshqa regionga o'tib qo'ygan bo'lsangiz, o'zimizning regionga qaytib olmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirishinglar mumkin bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Agar videoda yangi bo'lsangiz, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bosib qo'ying. Hali bundan ham foydali videolar oldinda ko'rishguncha sog' bo'linglar.